Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Reda. Bugun men Deraning uyiga keldim. Dera menga aytdi, uyimni chiroyli qilib yangi yil uchun bezatib ber dedi. Shuning uchun bezatishga keldim. Ko'chani birinchi bo'lib ko'rsatsam, ko'chada archa. Xo'sh, bu archani qishloqlar bilan bezagan, ammo qishloqlar bu yerdan ketib qolgan. Mana bu yerlarda uylari bo'lgan, ammo qishloqlar bu yer juda ham sovuq bo'lgani uchun bu yerdan ketishgan. Menimcha shaharga ketishgan. Ha, mayli. Xo'sh, men uyni bezatib bo'ldim. Endi sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerdan boshlasamkan. Ha. Kirish joyi mana shunday joydan iborat. Xo'sh, bu tarafda esa narsalar qo'yadigan joy. Bu yerda nimadirlar qo'yib chiqqan. Xo'sh, bu yerda pechka, nosskichalar qo'yib chiqdim. Xo'sh, bu yerda esa o'tirib kitob o'qiydigan joy yoki o'tirib nimadir qiladigan joy. Xo'sh, bu yerda nimadir? Oshxona qolib ketdi. Bu yer esa oshxona. Oshxona juda ham kichkina bo'lishiga qaramay, juda ham chiroyli, juda qulay. Xo'sh, sandiq ichida oddiygina suv bor. Bu yerda nimadirlar? Pechkaning ichida ham hech narsa yo'q ekan. Ha, mayli. Xo'sh, birinchi etajni bo'ldik. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqish uchun shunday aylanib chiqamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib aytgancha bu uy 3 qavatdan iborat. Bu yer yotoqxona. Xo'sh, och qoldim. Mayli. Bu yerda kir yuvish mashinasini qo'ydim. Juda ham chiroyli qilib taxlab qo'ydim. Xo'sh, bu yerda kitob va ovqat turadigan joy. Shuni ham shira qo'yam, mayli. Bu tarafga esa, xo'sh, bu yerni boshlasak, printer va lampa. Lampa kechasida juda ham zo'r yonaykan. Nimagadir ertalabga sal-pal uncha bilmaykan. Xo'sh, bu yerda nimadir eshigi bor. Xo'sh, bu yerda kompyuter, Minecraft o'ynab o'tirganim. Ha, mayli. Bu yerda esa uycha. Bu printer Deraga kerak bo'lsa kerak. Ha, mayli. Xo'sh, bir ishlatib ko'raymikan? Voy, Deraning hujjatlar. Ha, mayli. Hozircha o'chirib qo'yganim yaxshi. Bu tepada esa yotoqxona, ya'ni yotadigan joy. Bu yerda faqatgina Dera yotadi. Men esa qayerda yotaman bilmadim endi. Aytgancha Dera aytdi, u qishloqqa ketgan, shaharga ketgan. Sal kechroq qaytib keladi. Shuning uchun uyimni bezatib tur, men kechroq kelaman deb aytgandi. Aytgancha men derazalarni ham almashtirdim. Rangi juda ham chiroyli bo'lgan, yangi yil uchun mos. Aytgancha Dera juda ham kitoblarni o'qishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun kitob o'qiydigan joylari juda ham ko'p. Xo'sh, derazalar juda ham chiroyli, o'zimga yoqib ketyapti. Xo'sh, aytgancha Dera men uchun tort tayyorlab qo'ygandi. Tortni sal keyinroq yeyman. Xo'sh, Dera kelsa, Dera bilan birgalikda yeyman. Endi 3-etajga chiqsak. 3-etajda hech narsa yo'q, shunchaki ko'rib turish uchun joy bor. Xo'sh, bu yerdan qarab o'tirsa bo'ladi. Xo'sh, 3-qavat juda ham oddiy. Bu yerdan esa archani kuzatib o'tirsa bo'ladi. Xo'sh, endi nima qilsam ekan? Dera kelishini kutib o'tiraman. Qittigina kompyuter o'ynaymikan? Keyinroq o'ynayman, hay. Juda ham zerikdim. Dera qachon keladi? Lekin menga tez kelaman deb aytgandi. Ha, mayli, ungacha kompyuter o'ynab o'tiraveraman. Salom Dera, qalaysan, yaxshimi? Salom Reda. Ha, bo'ladi. Men sal kechroq boraman. Agar videolaringda taxlamoqchi bo'lsang, kiraverishda to'g'rida pechka bor. Pechka ichida xona bor. Xonaga kirib, kanaling uchun video taxlasang bo'ladi. Ha, mayli, sobi. Juda ham hayronman. Qanaqasiga pechka ichida xona? Deraning yashirin
xonalari bormi? Xo'sh, menimcha kiraverishda to'g'ri. Menimcha shu yer. Nima? Men bu yerni bilmagandim. Wow, вообще bilmay ekan. Xo'sh, bu yerda rasm nima? Globus? Juda ham zo'r. Xo'sh, wow, bu yerda ham lampa qo'yibdi. Xo'sh, bu yerda nima? Supurgi. Ha, to'g'ri, bu yer juda ham chang bo'ladi. Shuning uchun supurgi bo'lsa kerak. Ha, mayli. Bu yerda juda ham qiziqroq narsalar yo'q ekan. Ha, mayli. Xo'sh, ungacha shu yerda o'tirib, kanalim uchun video taxlayman. Ha, aytgancha kompyuteri boshqacha ekan. Xo'sh, bu yer juda ham kichkina, men uchun juda ham qulay. Xo'sh, bunaqa xonalar menga juda ham yoqadi. Chunki juda ham kichkina bo'lishiga qaramay, ixchamgina bo'ladi. Nima qilsam ekan? Ha, ungacha tashqariga o'tiraymi? Lekin bu yer вообще bilinmaydi. Qanday qilgan? Ha, mayli. Endi Dera kelishini kutib o'tiraman. Endi siz esa videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Men juda ham qiziqaman. Kimlar mening videoyimni oxirigacha kuzatar ekan? Xo'sh, endi esa hamma bilan xayrlashamiz. Hammaga xayr!